Yana bir bor assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Har bir Allohning bandasi shu insoniyat o'zini yaxshi tomonini ko'rsatishga harakat qiladi. Hammamiz ham o'zimizni yaxshi tomonimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kamchiligimizni, xatolarimizni, aybimizni ko'rsatishga harakat qilmaymiz. Bu daji aka-ukalar, yaqin odamlar ham bir-biriga faqat yaxshi tomonini ko'rsatishga harakat qiladi. Hammamiz gunohkor Allohning bandalarimiz, begunoh faqat Parvardigori olam. Bu o'zini yaxshi tomonidan ko'rsatish bu normalniy holat deb hisoblayman. Hammani haqqi bor, o'zini qarashi bilan qaraydi o'ziga. Misol, men deydi baxtliman, normal, hammasi yaxshi deb o'zimizni yosh, navqiron, kuchga to'lgan, hamma narsani hali ham qiladigan deb o'ylaymiz. Faqat suratkash yo bir xalqni ko'zi bilan qarasak, qanaqaligimizni ko'rib, navqironmas ekanman, o'sha sochlarim to'kilib, kal bo'libman, sochlarim oqaribdi, tirishlar tushibdi, yondan qarasa, orqada qarasa ancha qarib qolib, yoshim katta bo'lib qolibdi deb boshqa tomonlarni ko'ramiz. Kecha shunaqa holat bo'ldi menda. Ancha bo'ldi men o'zimni orqa tomondan ko'rmaganimga. Shunday qilib, bir davlatimizni ham, boshqaruv tuzumini ham, yo bo'lmasa idoralar yo mansabdorlar o'zini ham bir boshqa tomondan o'sha suratkashni nazari bilan yo xalqni qarashi bilan bir qarasa, o'zlari ham bir har bir jihatlariga hayratda qolishsa kerak, o'zlari ham hayron bo'lib qolishsa kerak, o'zlari ham kamchilik, xatolari qayerda borligini ko'rishsa kerak. Shu bilan men ko'p huquqni muhofaza qiluvchi organlarda birodarlarim, oshna og'aylarim, vatandoshlarimiz ko'p, shogirdlar, ustozlar ko'p. Bir shunaqa bir huquqni muhofaza qiluvchi organ idorasi vakili bilan gaplashib, shu sizlar ko'rmayapsizlar, shuncha korrupsionerlar mana shunaqa bir noqonuniy ishlar qilyapti, harakatlar qilishyapti, bunga bir chora ko'rmayapsiz desam, aka deydi, hammasi davlatni tintinigacha hisob kitob qilib boryapti, hujjatlar rasmiylashtirilyapti, delalar yig'ishtirib borilyapti. Prosta biz uni o'zimizcha tepaga olib chiqolmaymiz, yo shunaqa mana shu mansabdor shunaqa deyolmaymiz. Endi o'zingiz to'g'ri tushunasiz, kimidir shunaqa o'zimizga ham ertaga o'zimiz masalamizni ham hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan darajadagi odamlar bilan bog'liq. Shunaqa faqat tepadan topshiriq bo'lsa, ko'rsatma bo'lsa, keyin berishimiz mumkin. Endi to'g'ri tushuning, shunaqa. Ammo lekin topshiriq bo'lsa 10 yillik, 20 yilligini olib borib beramiz. Hammasi hisob kitob qilib borilyapti. Siz ilho bo'lmay, hamma kelib turgan ma'lumotlar to'planib borilyapti deyishdi. Mayli, baraka topishsin, sog' bo'lishsin, Alloh ularga ham kuch-quvvat bersin, charchashmasin, kasal bo'lishmasin. Shu huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari, bular bo'lmasa hozir og'dar to'ntar bo'lib ketgan bo'lardi. Endi men bu yo'lga mana chiqib, kimlardir nima qilasan, senga nima keragi bor, bunaqa qilib o'zingga ortiqcha tashvish qilib, problema qilib, dushman orttirib deydi. Men endi meni qilaydiganlarcha qilib bo'ldi, meni boshqa yo'lim yo'q. Meni xonavayron qilib, meni umuman hayotimni izdan chiqarib yuborishdi. Hayotimni izga qo'yish uchun men kurashib, bir adolat qaror topsa, o'zimni huquqimni tiklab, hech bo'lmasam hayotimni izga qo'yishim kerak. Boshqa ilojim yo'q mening. Menga boshqa yo'l qoldirishmadi. Shuning uchun men qilyapman, buni qilaman ham, oxirigacha boraman. Hali kafalligimni yelkamga tashlab oldim deydimi? Misol, mana bir marta qamashdi, mazlumlik Allohning irodasi bilan taqdirim ekan, mazlumlikni ko'rdim. 10 oy 2 kun o'tirdim. Endi o'zim bilaman qanaqa o'tirganligimni. Yana qamasa, yana mazlumlik nasib qilgan bo'lsa, yana ko'raveramiz uni. Misol, men haq yo'ldan, men o'zimni, hammani o'zini maqsadi bo'ladi, maqsadimdan qaytmayman. O'zimni huquqlarimni tiklab, oqlanmagunimgacha men shu nechta sudlarda ishim ko'rilib turgan bo'lsa, hammasida men o'zimni haq deyapman. Men nohaqligimni isbotlab bersa bo'ldi. Shu kungacha isbotlab beralgani yo'q, prosta ular oqlamayapti xolos. O'ldirishsa, shu adolat uchun kurashganligimiz, vatan uchun, xalqimiz uchun, o'zimni haq huquqim uchun, haqqimni talab qilib kurashganligim uchun
o'lsam ham shahid ketsam kerak deb o'ylayman. Men misol bilmayman, lekin bu yo'limdan qaytmayman. Maqsadim bor, shu o'zimni hayotimni yana izga qo'yish, to'g'irlash, hech bo'lmasam bir noldan bo'lsa ham boshlash. Meni вообще minusga kirgizib yuborishgan bular. Har bir odam o'zini shu maqsad yo'lida o'zi to'g'ri deb bilgan yo'ldan ketadi. Meni ham o'zimning yo'lim bor. Kim xafa bo'ladimi yo tushunmaydimi, noto'g'ri tushunadimi, balki meni noto'g'ri qilyapti deb o'ylay turishi mumkin. Endi men o'zim boshimdan o'tkazganini o'zim bilaman. Men ijtimoiy tarmoqlarda barcha holatlarni yoritib boryapman. O'qib, kuzatib borganlar biladi nimalar boshimdan o'tganini, qanaqa holatlarga tushganligimni. Xudo xohlasa ishonaman. Bir kun emas, bir kun adolat qaror topishiga, haq-huquqlarim tiklanishiga, hayotim izga tushishiga. Bo'lmasam, Xudo xohlasa baribir nima bo'lganda ham yaxshi bo'ladi yo yaxshilikka bo'ladi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, shunaqa gaplar. Shu men o'zimni ko'rib kecha kuni endi siqilmadim. Endi Allohning bergan nimasi shunaqa ekan, shunaqa bo'lib qolibmiz. O'zim ham ko'rmagan edim, hayron qoldim. O'shaning uchun hukumatimiz ham, shu davlat idoralari ham, mansabdorlar ham o'zlarini xalqni ko'zi bilan bir qarashsa yaxshi bo'lardi. Kamchiliklar, nuqsonlarni ko'rishgan bo'lishardi. Salomat bo'linglar.